Assalomu alaykum, kanalimizga tashrif buyurgan azizlarim. Avvalo xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot deyman. Ismim Alisher. Yoshim 45 ta. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridanman va Qarshida yashayman. Kasbim ingliz tili bo'yicha o'qituvchiman. Yo'nalishim gapirishni o'rgataman, ya'ni speaking yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Ingliz tilidan 2001-yildan boshlab dars berib kelaman. Birinchi 7 yil davomida ingliz tili grammatikasini o'rgatganman. 2008-yildan boshlab speaking, ya'ni gapirish yo'nalishi bo'yicha dars berib kelaman. Ma'lumot sifatida aytib o'tishim kerak bo'lgan aytishim kerak bo'lgan narsa shuki, parallel ravishda tarjimon bo'lib ham faoliyat olib borganman. 2001-yildan 2002-yilgacha G'uzor tumanida joylashgan kimyo majmuasida ABB kompaniyasi vakillari va IPDEX kompaniyasi vakillari uchun texnik tarjimonlar guruhida texnik tarjimon sifatida faoliyat olib borganman. 2002-yildan boshlab 2005-yilgacha Qarshi Xonobod O'zbek AQSh K2 harbiy bazasida texnik tarjimon va og'zaki tarjimon sifatida 3 yil faoliyat olib borganman 2005-yilgacha. Qolaversa, 2011-yildan boshlab 2012-yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarida Flor kompaniyasida faoliyat olib borganman va to'g'ridan-to'g'ri AQSh fuqarolari bilan birga faoliyat olib borib, gapirish qobiliyatlarimni rivojlantirganman. Atigi shu xolos, rahmat. Endi bu kanalni ochishimdan maqsad o'tmishda menda gapirishda muammolar bo'lgan. Mana shu muammolar siz tinglovchilarda bo'lmasligi uchun va buning oldini olish uchun mana shu kanalni ochdim. O'ylaymanki, bu kanal sizlar uchun yaxshi xizmat qiladi. Siz bu kanalda bugunga qadar ingliz tilida bemalol gapira olmagansiz va bugunning o'zidayoq gapirishingiz uchun nima qilishingiz kerak, mana shularni bilib olasiz. Nima uchun gapira olmagansiz, mana shuni sababini bilib olasiz va gapirish uchun nima qilishingiz kerak, mana shularni bilib olasiz. Ya'ni bu yerda shunaqa narsa aytilyaptiki, ingliz tili grammatikasini yaxshi bilishingizga qaramasdan, so'zlarni ko'p yodlaganingizga qaramasdan siz baribir gapira olmayapsiz. Nima uchun shunday bo'layapti va buni oldini olish uchun va buni davolash uchun nima qilishingiz kerak, mana shu narsalarni bu kanalda bilib olasiz, mana shu video roligimizda. Avvalo kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va mehnatimizni qadrlab bitta like bosib qo'ying. Sizdan faqat bitta shu xolos. Rahmat. Endi kanalimning nomi bir kunda gapirasiz bo'lishidan maqsad aslida 3 oy gapirish uchun talab etilmaydi. Bugunning o'zida gapirish mumkin. Xohlagan gapni aytsangiz gapirgan hisoblanasiz. Misol uchun what's your name deb savol berdingizmi, demak siz gapirdingiz. Demak gapirish uchun sizga 3 oy vaqt talab etmaydi. Faqat vaqt talab etadigan narsa shuki, qanaqa talaffuzda gapirish kerak gaplarni, o'sha talaffuzlarni yaxshi yodlaysiz va qaysi gaplar qayerda gapiriladi. Mana shular. Shular ozgina vaqt oladi va bu vaqt har kim uchun har xil hisoblanadi. Xo'sh, qisqa qilib tushuntiraman nima demoqchi ekanligimni. Qisqaroq qiladigan bo'lsak, shundayki, bu video roligimiz aslida gapirishni rivojlantirish uchun, ya'ni ingliz tilini bilgan, grammatikani yaxshi bilgan, so'zlarni ko'p yodlagan va hali ham gapira olmagan insonlar uchun yoki umuman ingliz tilini umuman xabari yo'q, hali grammatikani ham o'rganmagan, faqat ingliz tilini o'rganishni istagi bor va qattiq istayapti, lekin hali hech nimani o'rganmagan. O'sha insonlar uchun ham bu video roligimiz o'shalarga bag'ishlangan. Endi siz bu narsalarni qilishingiz uchun, ya'ni gapirishingiz uchun siz nimalarni qilishingiz kerak? Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa 4 ta narsa. Birinchisi qiziqishingiz kerak, ikkinchisi rejalashtirishingiz kerak. Kuningizni qaysi qismidan qaysi qismigacha siz o'rganasiz. Uchinchisi eng muhim narsa intilishingiz kerak. Intilish degani bir xillarga intilish bo'lmaydi, chunki
qiziqish bor deydi, rejalashtiradi, lekin intilmaydi. Qanaqadir bir o'tirish yo bayram chiqib qolsa, tashlab ketaveradi darsini. Intilish yo'q. O'zini rivojlantirishga, o'sishga intilish yo'q. Va oxirgisi vazifalarni kechiktirmay bajarib bitirish. Mana bu ham eng muhim hisoblanadi. Va yana bir narsani aytib o'taman, bizdagi, ya'ni mendagi darslarda siz vazifalarni men bilan birgalikda bajarasiz. Bu sizga qulaylik hisoblanadi. Ya'ni imkoniyat. Bitta plus hisoblanadi. Ba'zi holatlarda ko'pincha o'quvchilar o'zlari vazifa bajarishsa, bu yerda o'qituvchi bilan birgalikda bajarishadi deganida. Xo'sh, lekin har doim emas, ba'zi vazifalarni o'zingiz bajarishingizga to'g'ri keladi. Xo'sh, ana endi sizning holatingizda qiziqish nima o'zi? Sizning holatingizda qiziqish shuki, qiziqish paydo bo'lishidan oldin yoki qiziqish so'zini bilamiz u, ma'nosini bilmaymiz, to'g'rimi? O'shani yaxshiroq bilib olishimiz kerak. Qiziqish qachon paydo bo'ladi? Qachonki dehqoncha qilib tushuntiraman, har kim o'zini manfaatidan kelib chiqib sizga maslahat beradi. Aytadiki, kel, masalan, men o'zimning manfaatimdan kelib chiqib sizga maslahat beradigan bo'lsam, men aytamanki, ingliz tilini o'rganing, meni darsim yaxshi. Masalan, men o'zimning manfaatimdan kelib chiqib sizga shunaqa maslahat berdim. Kimdir sizga maslahat beradi, ingliz tilini nima qilasan? Nemis tilini o'rgan, nemis tili yaxshiroq, Germaniyaga boramiz. Yoki yana kimdir aytadiki, qo'y, nima qilasan til o'rganib? Bu til seni yo'nalishing emas. Undan ko'ra mana bu ishni qil deb har kim har xil narsani maslahat beradi va har kim o'z maslahatini o'z manfaatidan kelib chiqib maslahat beradi. Siz ham hamma maslahatlaringizni eshitishingiz mumkin, lekin ularga quloq solishga majbur emassiz va siz avvalo o'z manfaatingizdan kelib chiqib, o'zingizning manfaatlaringiz ichida haqiqatan ham ingliz tilini, ya'ni gapirishni, ingliz tilida gapirishni qisqa vaqt ichida gapirish istagingiz bormi yoki yo'qmi? Haqiqatan ham shunaqa istak bormi yoki yo'qmi? Shu manfaatlaringiz ichida, sizning manfaatlaringiz ichida shunaqa istak bormi yoki yo'qmi ko'rib chiqasiz. Agar shunaqa istak haqiqatan ham bo'lsa, siz qattiq xohlayotgan bo'lsangiz gapirishni, demak sizning manfaatingiz bilan bizning manfaatimiz mos ketdi va mana shu narsani nomini keling biz siz bilan birgalikda qiziqish deb nomlaymiz. O'shanaqa qiziqish sizda bormi yoki yo'qmi? Shuni aniqlab olasiz. Agar shunaqa qiziqishingiz bo'lsa, ikkinchisi rejalashtirasiz. Rejalashtirish uchun kunni yo tog' kunlari yo juft kunlarini olasiz yoki xohlasangiz agar sizda juda ham intilish kuchli bo'lsa, juda ham vaqtingiz kam bo'lsa, haftaning 6 kunini olasiz, xohlasangiz 7 kunini. U o'zingizga bog'liq. Rejalashtirish qanaqa rejalashtirasiz? Qiyinchilik degan narsa bo'lmaydi, qiyinchilik bo'ladi, hamma narsada qiyinchilik bor, lekin mendagi darslarda nisbatan osonroq bo'ladi. Maktabda o'tiladigan ingliz tilidan ko'ra yoki universitetda o'tiladigan ingliz tilidan ko'ra bu yerda qiyinchilik bo'ladi, lekin sal kamroq bo'ladi. Va ko'p qiynalmagan holatda tez gapirishni o'rganasiz. Shunaqa. Bizning va'damiz shu. Va rejalashtirasiz shu kunlarni va intilasiz. Intilishingiz o'zingizning intilishingizga qarab vaqtingiz uzayadi yo qisqaradi. Vaqtni qisqaroq qilib o'rganaman desangiz, intilishingizni kuchaytirasiz. Vaqtni mayli uzun bo'lsa ham mayli, menga farqi yo'q desangiz, unda intilishingiz kam bo'ladi. Intilishni yaxshiroq qilsangiz, yaxshi intilsangiz, demak vaqtingiz ham qisqaradi, tez orada o'rganib olasiz degani. Va oxirgisi vazifalarni berganimizdan keyin hammasini bajarib bitirishingiz kerak o'z vaqtida. Ingliz tilida shunaqa so'z bor. On time degan so'z bor. On time degani kechiktirmay yoki ertachi boshlamay, u o'z vaqtida boshlash. In time yoki ertachi boshlash yoki o'z vaqtida boshlash, ammo kechiktirmasdan boshlash. Demak siz in time boshlaysiz, ya'ni vazifalarni in time qilasiz. Ya'ni bu degani siz vazifalarni yo o'z vaqtidan sal ertaroq bajarasiz yoki o'z vaqtida bajarasiz, lekin kechiktirmaysiz. Mana shu sizga beradigan va'dangiz. Bizda darslar sal boshqacharoq o'tiladi, ya'ni tabiiy o'rganishga asoslanadi bizning darslarimiz. Bu nima degani? Bu degani siz quyida hozir aytib o'tadigan 7 ta qoidaga asoslangan holatda dars olasiz. Bu qoidalarni hozir birma-bir aytib o'taman, qanaqa qoidalar ekanligini. Birinchi qoida. So'z yodlamaysiz, gap yodlaysiz. Bu birinchi qoida. Ikkinchi qoida. Gapirishingiz uchun grammatikani o'rganishingiz shart emas. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida. Doimo tinglaysiz. Doim tinglaysiz.
Bu 3-qoida edi. 4-qoida sekin va chuqur o'rganasiz, tez va sayoz emas. Bu 4-qoida edi va 5-qoida hikoyalarni har xil zamonlarda tinglaysiz. Bu 5-qoida edi va 6-qoida haqiqiy ingliz tilini o'rganasiz, kitobiy ingliz tilini emas. Ya'ni kitobdagi ingliz tilini emas, haqiqiy hozirgi kunda, shu bugungi kunda Amerikaning ko'chalarida gaplashilayotgan ingliz tilini, Shevadagi ingliz tilini o'rganasiz. Va oxirgi 7-qoida eshitib takrorlamaysiz. Savollarga javob berasiz. Savol-javob ko'proq qilasiz. Eshitib takrorlashdan ko'ra ko'proq savol-javob qilasiz. Bu 7-qoida edi. Ana endi bu qoidalarni keling birma-bir muhokama qilib, tahlil qilib chiqamiz. Sizlarga balki bu qoidalarning ba'zilari g'alati kelgandir, g'alati tuyulgandir. Chunki agar buni o'qituvchilar tinglab turgan bo'lsa, ularda grammatikani o'rganmasdan qanaqa qilib gapirish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki 2-qoidada aytildi, gapirish uchun grammatika o'rganish shart emas deyildi. Va yoki talabalar bo'lsa ham bunaqa uslubda dars olmagan bo'lishi mumkin, ularga ham bu qoidalar g'alati bo'lgan bo'lishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan har bitta qoidani bu men tuzmaganman. Buni Effortless English dasturini tuzgan inson, Effortless English dasturi asoschisi janob A.J. Hawk. Bu inson hozirgi kunda AQShda yashaydi va AQShdan turib onlayn tarzda butun dunyoga gapirishni o'rgatadi. Grammatika yozish yoki chizishni emas, faqat gapirishni, ingliz tilida gapirishni o'rgatadi. Va u eng qisqa vaqt ichida gapirib turadi har bitta u talabasini. Va u nafaqat onlayn dars beradi, offlayn ham, o'sha davlatlarga borib ham dars beradi. Demak, biz shu insonning shogirdlari hisoblanamiz. A.J. Hawk janoblari o'z hayotiy tajribalaridan kelib chiqib, mana shu qoidalarni tuzganlar. Qolaversa, meni hayotimda ham, o'tmishda ham, menda ham shunaqa muammolar bo'lgan. Ya'ni men o'tmishda grammatikani yaxshi bilganman, yozishlarni yaxshi bilganman, so'zlarni ko'p yodlagan bo'lganman, lekin gapira olmaganman. Buni qayerda bilganman? 2001-yil men aytdim, G'uzor tumanida kimyo majmuasida birinchi ishga joylashganimda ingliz tili grammatikasini ham yaxshi bilardim, so'zlarni ham ko'p yodlaganman. Undan tashqari ko'p kitob o'qigan bo'lganman, lekin tarjima qilishga vaqti kelib qolganida men tutilib qolganman, umuman tarjima qila olmaganman, sababini tushunmaganman. Bu 2001-yilda gap, bundan 25 yil avvalgi gap. Keyin u yerda men Tony Putman degan bir texnik AQShlik Iowa shtatidan bo'lgan bir inson bilan tanishib qolganman. Shu inson meni tilimni ochishimga, ravonlashtirishga yordam bergan va eng katta yordamni shu inson ko'rsatgan. Meni tilim, ya'ni gapira olmaganman va 3 oy ichida men ravon gapiradigan holatga kelganman. Mana shu Tony Putman yordami bilan. Xo'sh. Demak, qoida 1da nima deyilyapti? Qoida 1da aytilyaptiki, so'z yodlamang, gap yodlang. Demak, aytilyaptiki, agar so'z yodlabsiz, 50 mingta so'z yodlamaysizmi, farqi yo'q. Agar siz gap yodlamasangiz, sizni yodlagan so'zlaringiz 1 tiyinga qimmat bo'ladi, sababi siz baribir ham gapira olmaysiz. Chunki so'zlarni bir-biriga qo'sha olmaysiz. Endi grammatikani bilsam, so'zlarni qo'sha olaman-ku deyishingiz mumkin, to'g'ri. Lekin grammatika ham sizga xalaqit beradi. Buni nima uchun xalaqit berishini keyingi qoidada ko'rib chiqamiz. Hozir men so'z yodlamang, gap yodlang deb tushuntiryapman, sababi bu birinchi qoida. Demak, so'z yodlash o'rniga gap yodlansa, ingliz tili 5 barobar tez o'rganilar ekan, ya'ni gapirish. Undan tashqari, yangi tug'ilgan bolaga ham biz faqat gap aytamiz, so'z emas, kamdan kam so'z aytamiz va asosiy gap bilan murojaat qilamiz. Shu bola gaplarni eshitib, tinglab katta bo'ladi va gaplarni tinglaydi, o'rganishga harakat qiladi, gapirishga harakat qiladi. To'g'ri, gaplarni buzib gapirishga harakat qiladi, ifodalarni talaffuzini noto'g'ri gapiradi, lekin baribir ham gaplarni gapirishga harakat qiladi va yoshi 5 ga yetganida u gapirishni, yozishni ham bilmaydi, o'qishni ham bilmaydi, lekin u gapirishni yaxshi biladi. 5, 6, 7 yoshlarida. U grammatikani G harfidan ham xabar bo'lmaydi. Harflarni umuman tanimaydi. Yoza olmaydi, o'qiy olmaydi, lekin u gapira oladi. Shunaqangi tez gapiradiki, shunaqangi yaxshi gapiradiki, sizdan ham yaxshiroq gapirishga harakat qiladi kerak bo'lsa. Shunaqa holatlarni biz hayotimizda ko'p uchratganmiz.
Ana endi keyingi qoidada aytilyaptiki, gapirishni bilish uchun grammatikani o'rganish shart emas. Mana shu boya aytib o'tgan gaplarim isbotiki, grammatikani o'rganmasdan ham gapirish mumkin ekan. Ya'ni bola tug'ilganidan bolani beshigiga biz hech qachon ona tili kitobni qo'yib qo'ymaymiz, to'g'rimi? O'zbek tilini o'rganishi uchun. Beshikni tepasiga ona tili kitobni qo'yib qo'yib, mana o'rgan bolam gapirishni deb qo'ymaymiz. Biz ona tilini qachon o'rganamiz? Biz ona tilini maktabga borib, u ham 1-sinfdan emas, 3-sinfdan boshlab o'rganamiz grammatikani. Ya'ni ona tili bu degani grammatika degani, o'zbek tili grammatikasi degani. Biz grammatika, o'zbek tili grammatikasini, ya'ni ona tilini biz 3-sinfdan boshlab o'rganamiz. 3-sinfda bolalar necha yoshda bo'ladi? Bolalar 10 yoshda bo'ladi. Ya'ni bola tug'ilganidan keyin 10 yildan keyin grammatikani o'rganadi. Demak, 10 yilgacha nima bo'ladi? 10 yilgacha 5 yoshgacha yetganida bola bemalol gapira oladigan holatga yetadi. 6-7 yoshlarida ham bemalol gapiradi. Hattoki 3 yoshida ham bemalol gapiradi. Va 7 yoshga to'lib maktabga borib sekin-sekin harflarni o'rganadi. Va 10 yoshga to'lganida esa grammatika kitobini qo'liga oladi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun o'zbek tilini biz avval gapirishni o'rganib, keyin sekin-sekin harflarni o'rganib, keyin grammatikani o'rganar ekanmiz-yu, nima uchun ingliz tilini biz avval grammatikani, harflarni o'rganib, keyin grammatikani o'rganib, keyin gapirishni o'rganishimiz kerak ekan? Bu uslub noto'g'ri uslub. Nima uchun? Sababiki shuki, boya aytdim, grammatikani o'rgangan insonlar gapirayotganlarida ularga grammatika xalaqit beradi. Qanaqa qilib xalaqit beradi? Hozir tushuntiraman. Gapirayotgan inson grammatikani agar bilgan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, u gapirayotganida kallasida gap tuzishni boshlaydi. Chunki u bilimiga ega, grammatika bilimiga ega va u miyasida gap tuza boshlaydi va gapni to'g'ri tuzish uchun harakat qiladi, o'ylaydi. O'shanda miya gap tuzish bilan ovora bo'ladi, og'izni nazorat qilish nazoratsiz qolib ketadi og'iz. Shu sababli og'iz gapira olmay qoladi, tutilib qoladi. Shuning uchun gapirmoqchi bo'lgan bolalarimiz, gapirmoqchi bo'lgan insonlar grammatikani avval o'rgangan bo'lsa, ular gapira olmaydi, chunki ular gap tuzadi. Ya'ni endi grammatikani bilmasdan o'rganganlar nima bo'ladi? Grammatikani bilmasdan gapirishni o'rganganlar, ular gap tuzmaydi, ular gapiradi. Shuning uchun gapirayotganda ular tutilmasdan gapirishi sababi ular miyasida gap tuzmasdan og'ziga gapiraveradi. Demak, ular bunday uslubda gapirishning eng to'g'ri yo'li og'izdan chiqqanni ilib olib yodlab qaytarish. Xuddi bizlar yoshlik chog'imizda, bolalik chog'imizda ota-onamiz og'zidan chiqqan gaplarni ilib olib qaytaramiz. Shu asosda buzib gapiramiz, to'g'ri boshida keyinchalik yaxshiroq gapirishni boshlaymiz. Xuddi shunaqa uslubda gapirish kerak. Mana shunaqa uslubda gapirishni o'rganishimiz kerak. Grammatikani esa biz 10 yoshga to'lganimizda o'rganishni boshlaymiz. Grammatika kerak emas demoqchi emasman, grammatika kerak. Faqat grammatikani biz gapirishni o'rganib bo'lganimizdan keyin o'rganishimiz kerak. O'shanda nima bo'ladi? O'shanda biz gapirishimizni chiroylilashtirishimiz uchun grammatika kerak bo'ladi. Yozishimizni chiroylashtirishimiz uchun grammatika kerak bo'ladi. Lekin bu grammatikani biz avval gapirishni o'rganib bo'lib, keyin o'rganishimiz kerak. Mana bu to'g'ri uslub bo'ladi o'rganishda. Shunaqa. Grammatikani o'zi ma'nosi ham gram degan so'z chiroyli degan ma'noni beradi, lotin tilidan o'zbek tiliga tarjimasi. Shuning uchun chiroyli gapirish, chiroyli yozish uchun grammatika o'rganiladi. Lekin chiroyli gapirishdan avval gapirishni o'rganiladi. Shunaqa. Va 3-qoidamiz shu, 3-qoidamiz tinglash deyilgan. Endi sizlarga bitta sirni ochaman shu yerda. Tinglash nima degani? Tinglashni aytishimdan avval sizlarga bitta sirni ochishim kerak. Ko'zning xotirasi boshqa bo'ladi. Eslab qolinglar. Biz xotira deganda bitta xotirani tushunamiz. Yo'q, xotira bitta xotira bo'lmaydi. Ko'zning xotirasi boshqa bo'ladi, quloqning xotirasi boshqa bo'ladi, og'izning xotirasi boshqa bo'ladi va umumiy miyaning xotirasi boshqa bo'ladi. Ko'zning xotirasi ko'z ko'rgan narsani o'rganish asosida, ko'z ko'rgan narsani o'qish asosida, ko'z ko'rgan narsasini o'rganish asosida ko'zning xotirasi to'la boshlaydi. Misol uchun grammatikani biz ko'pincha ko'z bilan o'rganamiz. Kitoblarni ochamiz, o'qiymiz, yozamiz, esda ishlaymiz, to'g'ri? Bu grammatikani ko'z bilan o'rganish degani, ko'zning xotirasini to'ldirish degani. Va biz ko'zning xotirasini to'ldirib bo'lib, biz o'ylaymizki, gapira olamiz o'ylaymiz. Lekin og'izning xotirasi boshqa. Og'izning xotirasi bu og'izning xotirasini to'ldirish kerak degani. Og'izning xotirasini qanday to'ldiriladi?
Og'iz xotirasi gapirish asosida to'ldiriladi. Qancha ko'p talaffuz qilsangiz, qancha ko'p gapirsangiz, o'shanda og'iz xotirasi shunchalik ko'p to'ladi. Og'iz xotirasi to'lishi uchun ko'proq gapirish kerak, ko'proq talaffuz qilish kerak va takrorlash, takror talaffuz qilish kerak bo'ladi og'iz bilan. Ovoz chiqarib takrorlash nazarda tutilyapti, ichida emas. Keyinchi quloq xotirasi degani nima degani? Quloq xotirasi bu qanchalik ko'p tinglasangiz, qanchalik ko'p ovozni, shovqinni, tovushni tinglasangiz, shuncha narsani quloq o'rganadi degani. Qancha quloq o'rgansa, shuncha xotirasi to'ladi. Va bir narsani bir marta tinglash yetarli emas, bir necha marta qayta takror tinglash kerak. Yana bitta narsa haqiqat bor. Ingliz tili shevalarga bo'linadi. Ayniqsa Amerika shevasi va Britaniya shevasi bir-biridan farq qiladi. Mana shu shevadagi ingliz tilini, o'sha shevada gapirilayotgan savolni, o'sha shevada gapirilayotgan ingliz tilini siz qayta bir marta emas, takror tinglasangiz, keyin ko'chaga chiqib, birorta suhbatga borganingizda sizga shunaqa shevada kimdir savol bersa, bir martadan tushunadigan holatda bo'lasiz. Mana shunday qilib quloq xotirasi to'ldiriladi. Demak, ko'z xotirasini to'ldirib, gapirishni o'zingizdan talab qilib o'tirmang, chunki gapira olmaysiz. Ko'zni xotirasi, ya'ni ingliz grammatikasini o'rganib, testlarni ishlab, gapiraman deb o'ylamang, gapira olmaysiz. Uning uchun siz og'iz xotirasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Va tinglashda bir martadan tushunaman deb o'ylamang, uning uchun siz quloq xotirasini to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni u gapirilayotgan ingliz tilini ko'proq tinglagan bo'lishingiz kerak. Bu ingliz tilini qayerda tinglaysiz? Bu ingliz tilini siz ingliz tilidagi kinolarni ko'rish asosida, zamonaviy kinolarni nazarda tutyapman. Eski davrdagi kinolar, ya'ni misol uchun zamonaviy kino zamonaviy bo'lishi mumkin, lekin zamonaviy kino o'tmishdagi voqeani kino qilib chiqqan bo'lishi mumkin. Misol keltirishim mumkin. Grand Monte Cristo degan kino bor, o'tmish haqidagi hikoya va u yerdagi ingliz tili o'tmish qadimiy ingliz tili bo'lishi mumkin. Zamonaviy ingliz tilida gapirilmayotgan ingliz tili bo'lishi mumkin. Unaqa ingliz tilini emas, texnologik davrdagi kinolar chiqarilgan bo'lsa, o'sha davrda hozirgi zamondagi texnologiyani kino qilib chiqqan shunaqa kinolarni sizlar olib, subtitrini qo'yib, subtitrni ko'rsanglar ham ko'z o'rganadi, ham quloq eshitadi, ham ko'z xotirasi, ham quloq xotirasi to'ladi. Bundan tashqari agar sizlar o'sha subtitrdagi gaplarni og'zaga ovoz chiqarib talaffuz qilsangiz va takrorlasangiz shu talaffuzni, unda og'iz xotirasini ham to'ldirgan bo'lasiz. Kinolar eng yaxshi uslub o'rganish uchun. Va 4-qoida, sekin va chuqur o'rganish tez va sayoz o'rganishdan ko'ra yaxshiroq. Sekin va chuqur nima degani? Hozir tushuntiraman. Oldin tez va sayoz tushuntiraman. Tez degani bu bir kunda 100 ta so'z yodlayapsiz. Sayozligi faqat so'z yodlayapsiz va shu bilan chegaralanyapsiz. Unda gap tuzmayapsiz. Bunaqa uslubda yodlasangiz, siz esingizdan chiqib ketadi yodlaganlarsiz hammasi. Keyinchalik sekin va chuqur degani bir kunda 100 ta emas, 10 ta so'z yodlang. Bu sekin. 100 taga nisbatan kamroq, shuning uchun sekin deyilyapti. Lekin chuqur deyilishiga sabab har bitta so'zdan gaplar tuzib va o'sha gaplarni talaffuz qilib, gaplarni yodlasangiz, siz ham so'z yodlagan bo'lasiz, ham gapni yodlagan bo'lasiz va xotirangizdan ko'tarilmaydi. Mana shu sekin va chuqur o'rganish, tez o'rganish degani. Chunki siz bu xotirangizdan ko'tarilmaydi va siz uni qayta yodlashga hojat qolmaydi. 5-qoida. 5-qoida bir xil hikoyalarni har xil zamonlarda tinglab o'rganish. Boya biz 2-qoidada aytdik, gapirish uchun grammatikani o'rganish shart emas dedik, lekin endi yana bir marta aytaman, grammatikani o'rganmasdan qanaqa qilib biz zamonlarni bilishimiz mumkin degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Zamonlarni ham o'rganish mumkin. Bitta hikoyani, misol uchun kelinglar daily routine olaylik. Daily routine degani kunlik bajariladigan ishlar. Har kuni bir xil bajariladigan ishlarimiz. O'shani ingliz tilida daily routine deyiladi. Ana shu daily routine'ni siz bugun hozirgi zamonda tinglang, ertaga o'tgan zamonda, ertadan keyin kelasi zamonda tinglang va tinglang. Tinglaganingizda nima bo'ladi? Quloq xotirasi rivojlanadi, o'sadi. Undan tashqari siz zamonlarni farqiga boradigan bo'lasiz, quloq orqali eshitib. Va siz agar uni talaffuz qilsangiz, og'iz xotirasi ham to'la boshlaydi va gapirishda har xil zamonlarda to'g'ri gapiradigan bo'lasiz. 6-qoida, haqiqiy ingliz tilini o'rganing, kitobiy ingliz tilini emas deyilyapti. Buni qanday qilib tushuntirishim mumkin? Faraz qiling, Amerikada bir ingliz,
AQSh fuqarosi bo'lgan ingliz o'zbek tilini o'rganib O'zbekistonga kelmoqchi. U kitob topdi. Kitob 1930-yilda nashr qilingan yoki o'tgan kunlar degan kitobni oldida o'sha o'tgan kunlarni yodlab chiqdi. O'tgan kunlardagi o'zbek tilini yodlab chiqdi. Va bu yoqqa keldi yoki Mehrobdan Chayonni kitobini o'zbek tilida kitobni yodladida va o'zbek tilini o'rgandi deb bu yoqqa keldi. Ana endi yoki kinosini ko'rdi, faraz qilaylik, Mehrobdan Chayon yoki o'tgan kunlardagi kinolarni ko'rib, u yoqdagi o'zbek tilini diktorda yodlab va O'zbekistonga keldi. Va sizni do'stingiz bo'ladi, faraz qiling, siz unga bitta narsa sovg'a qildingiz. Sovg'a qilganingizdan keyin u sizga qulluq taqsir dedi. U yerda o'rgangan o'zbek tili bo'yicha. Sizga qanaqa eshitiladi? Kulgili eshitiladi va siz biroz kulib qo'yasiz. Kulgili haqiqatan Temboli bu chet el fuqarosi, u sizga eski o'zbek tilida qulluq taqsir deb aytayapti, kulgili haqiqatan. Xuddi o'shanga o'xshab siz ham bu yerda kitobiy ingliz tilini oldingiz, bitta kitobni o'rganib chiqdingiz va u yoqqa bordingiz, gapirdingiz, ular gapiradigan zamonaviy shevadagi ingliz tili emas, eski kitobdagi ingliz tili bo'lib chiqdi va ular kuldi. Ular sizni ajratib qo'ymaydi. Sizni alohida sen boshqa tilda gapiryapsan, boshqacha shevada gapiryapsan deb ajratmaydi, lekin bar o'zingizga noqulay qoladi. O'shanaqa uyalib qolmayman desangiz, siz kitobiy ingliz tilini emas, haqiqiy shu bugungi kunda Amerika ko'chalarida gaplashib turilgan ingliz tilini yodlashingiz kerak bo'ladi. Buni qayerdan o'rganasiz? Boya aytdim, kinolardan o'rganasiz. 7-qoida. 7-qoida tinglab takrorlamang, tinglab javob qaytaring. Dunyo olimlari shuni isbotlashdiki, agar inson bir nimani tinglab takrorlasa, uni miyasi ishlamas ekan. Ming harakat qilsin, o'sha takrorlayotgan paytda miya faoliyati nol bo'ladi, ya'ni ishlamayotgan bo'ladi. Og'iz takrorlab turaveradi, lekin miya ishlamaydi. Shuning uchun miya ishlashi uchun nima qilish kerak? Miya ishlashi uchun miyani ishlatgan holatda o'rganish uchun savolga javob berish kerak. Ya'ni savol-javob ko'proq qilish kerak. Agar sizga savollar berilsa va siz savollarga javob bersangiz, unda savol boshqa, siz tuzadigan javoblar boshqa. Shuni hisobiga miya ishlashga majbur bo'ladi. Va miya ishlagan holatda o'rganilgan ingliz tili bu ong yordamida o'rganilayotgan ingliz tili bo'ladi. Ong qatnashishi uchun, ya'ni sizni o'rganishingizda ongingiz qatnashishi uchun sizni miyangiz ishlashi kerak. Miyangiz ishlatgan holatda o'rganishingiz kerak. Miya ishlatgan holatda o'rganishning bitta yo'li savol-javob qilish ko'proq. Sizga savol bersa, siz javob berishingiz kerak yoki siz savol berishingiz kerak, ular javob berishi kerak. Ana shunaqa. Shunaqa uslubda ingliz tilini ko'proq mashq qilishingiz kerak bo'ladi. Ong qatnashgan holatda o'rganilgan ingliz tili haqiqiy o'rganish hisoblanadi va ong boshida o'rganadi, keyin takrorlab ongingizni bilan birgalikda takrorlaysiz, ya'ni miya ham takrorlaysiz, savol-javob